Abdulaziz Beştoğrak Efendi Türkiye'nin İstanbul şehrini merkez kılıp hizmet sunayotgan tedbir şirketining nima g'oya maqsadlar bilan qachon qanday qurilganligi, qilayotgan xizmat turlari va kelgusi istiqbolga munosabatli izlanishlari qatorliq mazmunlarda tafsiliy ma'lumot berdi. Abdulaziz Beştoğrak Efendi tedbir şirketining qurilish tarixi to'g'risida to'xtalib bunday deydi. 2016 yıllarda özüm 20 yıl işleyen tashqi savdo şirketideki hizmetimni istiqbol verib 1,5 yıldak Türkiye'de zaten qandaq qilib öz aldığımızga bir iş qila olaymiz degan to'g'riliq izlendim. 2015 yılı 3. aydan 6. aygacha 20 yıl burun aşık bulup ügengen ama 15 yıl işletmegen Yapon tilimini işletip Tekirdağ'daki Asya Port kuruluşunun Yaponiya Mitsubishi Egri Sanaat şirketininki paraxutlarga konteyner besip düşürdiğen yer tevreşke çidamlık egri tipteki kran kuruluşida Yaponca, İngilizce, Türkçe tercüman bulup Yapon, Türk, Hindistanlıklarının arasında tercüman bulup işlep 3 ayda 30 bin lirada kirim kıldım. Keyin qarindoshlarımның qo'llashi bilan 25 yillik o'qitush va savdo tijoratdagi tajribalarimni qimmatga aylantirish maqsadida Enim Abdulahad bilan birlashib 2015 yili 11 avgust 30 ming lira sermaye bilan tadbir tashqi savdo, maslahatchilik, tarjima ma'arif va sayohatchilik cheklik kasbdorlik shirkatini Abdulaziz Beştoğrak Efendi tedbir şirketining qilib kelayotgan xizmatlari to'g'risida ma'lumot berib bunday deydi. Nima degan chog'da tarjimonlik, maslahatchilik, nashriyatchilik va ma'rif xizmatlari bo'ldi. İşlegan turlarimizdan kitob tarjima turlari, Üstümsüz öymülük setiş planı, köp tillik resmi organ torbetlari tercümeleri, Yaponiya ticari sayahat ve mesleğetçilik türlerini işledik. Andinkin Erkin Sıdık eserlerinden 7 parça kitabını çıkardık ve bir parça Xanzuca Kur'an'a göre İslam nime diyen kitabını tercüme kılıp 2000 tane Erkin Kam'ın kitaplarından 1000 taneden bastırdık. Ondan başka Yaponiya kitapını sayahat kıldık. İş sayahati yerde bazı şirketler bilen toxtamlarını tüzüşke biz o tedbir şirketining g'oya maqsadlari haqida izohat berib bunday deydi. Nima degan chog'da Turkiya bilan Iroq Sharq va boshqa ellar orasidagi ma'arif, sayohat, tijorat va madaniyat almashtirish ishlariga ko'riklik rol o'ynab, Uyg'urlarning dunyoga tunishiga va dunyoni tunishiga bir oz bo'lsa hissa qo'shish, tadbirlik yashash uchun maslahat beradigan Abdulaziz Beştoğrak Efendi tedbir şirketi nomidan kelajakda ilib beriladigan ba'zi xizmatlar haqida izohat berib bunday deydi. Kitoblikninki Türkçe ün kitabını chiqarib, Uyg'urlarning nadir asarlarini Türk va boshqa qavmlarga tunutish, eng dangliq olimlarning kitoblarini veya ko'p tillik Qur'on kitoblarini besib taqtish, Tadbir Yay markasi nomida tor radio televiziyasi echish, Til qahvaxonasi Abdug'ini Beştoğrak, yani merhum dadamning nomidagi kitobxonani echish, keyincha Uyg'ur yemek-ichmak madaniyati va til qahvaxonasi birlashgan mashhur olimlardan tortib odatdagi xalqimizgacha o'zini ifodalaydigan Tadbir Yay sahnasini hozirlab, ana shundoq buyuk orzu maqsadlar bilan yo'lga chiqqan tadbir shirkatida zada qanchalik kishi ishlayotgandi? Yana qaysi turlarda xizmatchi qabul qilish mumkin? Menlam ishlayapman. Iqtisodimiz yaxshilansa, tor va kitob nashriyatchilik va tashqi savdo tarjimonlik sohasida yetishgan, app yasashni, har xil aqlli telefonning applarni yasashni biladigan tajribalik, birga qodir va ko'pga mohir. Aziz radio anglag'uchilar, suhbatimizning oxirida Abdulaziz Beştoğrak Efendidan o'z xalqiga qiladigan tavsiyasi haqida so'rag'imizda mundaq dedi. Birinchi amr bo'lgan o'qu, ya'ni tadbirlik bo'l. Tadbiring qandoq bo'lsa, taqdiring shundoq bo'ladi. Har kim o'z taqdirining tömürçisi degan bu merhum dadam Abdug'ini Beştoğrak efendimninki bizga qilgan nasihatini, tavsiyasini sizlarga keng tinchig'uvchilarga buni Abdulaziz Beştoğrak Efendi Beştoğrak taxallusi haqida aniqlama berib bunday deydi. Yine biz teklimakanda çoğun olgan, biz 5 oğul qarindosh, şunlaşqa şu Beştoğrak degan soyatni biz ailece shunda qo'llanib kelyapmiz. Rahmet ziyaret kılganlığınız için. Yeni birisiga Erkin Sıdık akimiz ve başka meni qo'llab quvvatlagan nurg'un kishilar var. Hammalarga Erkin Asya radiosu orqali hammalarga salom yo'llayman.
kimligini oshkorlashni xohlamaydigan, hozir Turkiyada mustaqil egilik bilan shug'ullanayotgan bir Uyg'ur tadbir nashriyati to'g'riliq o'ylaganlarni radio anglovchilarimiz bilan o'rtoqlashib, uning istiqboliga nisbatan umid bilan qaraydiganligini ilgari surdi. Bu tadbirchilikni qurgan bolalarning eng so'ng farqi bu bolalar o'zlari vatanning ichida ham vatanning sirtida ko'p o'qigan bilimlik, ixtisoslikda chiqib til bildigan tajribalik bolalar bo'lganligi uchun qilgan ishlarida ba'zi burunqi Uyg'urlarning qilgan nashriyat ishlariga qaraganda cho'ng bir farq qotdi. Tadbir shirkatining hozirgi loyihasi Turkiyaning rasmiy qonunliq belgilangan o'lcham bo'yicha shu ruxsatlanib shirkat shaklida qilib rasmiy qonunliq bir nashriyat sifatida Uyg'urlarning shu chet eldagi Qimmatli radio anglovchilar, programmani Gollandiyadan Piday tayyorladi.